Алейкум хаммаге ва рахматуллаху баракату. Здравствуйте всем, доброго утра. Вот здесь хотелось бы такую ясность внести. Мне сказали, что я как бы это, да, я шаваткан джоида анакома. Юк, унакаймас, унакаймас. Ман judayan, Janob Aralovgayam, Janob Abdukhalikovgayam, hurmat bilan aqoman. Judayam. Ha, man videoroliklarni chiqaryapman. Lekin bu nima uchun? Bu bularni yomon ko'rgani uchun emas. Bu O'zbekiston Respublikada yozilgan qonunni ishlasin deb aytganida qilyapman. Bularni yaxshi ko'rish yoki yomon ko'rishdan emas. Просто bu yerda davlatli joy. Bu yerda bu davlatli qonun ishlashi kerak. Farqi yo'q. Janob Aralov bo'ladimi yoki janob Abduxalikov bo'ladimi yoki Amanov bo'ladimi, qonun ishlashi kerak. Men bor yo'g'i shuni tarafdoriman. Men hech kimni yomon ko'rib yoki yaxshi ko'rib anaqa qilmayman. Mendagi ko'proq sizga aytaman. Agar men ko'chada yoki janob Aralovni yoki janob Abduxalikovni ko'rganimda, men anaqa bularni kafega taklif qilaman, o'tiramiz anaqa. Bularga anaqa yo'q. Просто qonun bu yerda ishlashi kerak. И поверьте мне, когда в этом не будет необходимости, все будет хорошо, я на телефоне буду играть только в футбол. Никакого ютуба. Но пока есть необходимость.